Hürmetli vatandaşım, növbəti Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilib o'tdi. Şuna bizmi iz qo'g'lab turib xabar berishni loyiq topdik. Vatandaşlarımdan quloq solib anglashini umid qilaman. Avvallik siyani boshlashdan burun vatandaşlarımni Qurban hayitlar bilan tabriklayman. Butun vatandagi 20 million Uyg'urni Qurban hayitlar bilan tabriklayman. Allah başınlardaki zulmetni ve külpetni kötürüp etsin. Allah sizlerge yaxşı günlerini ata kılsa vatandaşları. Amerika'nın razvet aeroplanı Jungo harbiy aeroplanının yakın etrafta to'sib uçurdu. Mavzulu haber 9. ayın 23. günü Amerika avazının Xitay tili programı e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Washington. Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping Washington'a ziyaret kildiğen bir paytda Amerika Devlet Müdafiə Ministerliği Amerika'nın elektronik razvet aeroplan xadimlərinin Jungo harbiy aeroplanının yakın aralıqda Amerika'nın razvet aeroplanını to'sish məşğulat elib barğanlığı to'g'risidagi dokladni topshirib aldı. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Müdafiə Ministerligining bayonotchisi Mayor Bill N 9. ayın 22. gün elektronik yollanma orqali Amerika ovoziga dalillab ko'rsatdi ki Amerika Davlat Müdafiə Ministerligi Amerika Tinch okean qo'mondonlik shtabining ishxonasi 9. ayın 15. günü RC 135 belgilik aeroplanning Cumhuriyet Halk Respublikasının bombardımançı 7. belgilik iki aeroplanının to'sishiga uchirganligi to'g'risi xabarni tekshirib o'tdi deb dalilladi. Buna nima deymiz vatandaşım? Bu qaltis gap bu. Mesela 9. ayın 15. günü shunday hodisa yuz bergan bo'lsa, Reis Xi Jinping Amerikaga ziyorat qilishning harpisi degan gap. 4 kundan keyin u qo'zg'alib Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qildi degan gap. Men ishonmanki Amerikaning razvet aeroplanlari bu ochiq dengiz tabiatligida razvet elib berayotgan bo'lsa, Xitoyning ikki aeroplani chiqib oldin to'sqan bo'lsa, bu atayi shunday qilgan ish bo'ldimi yoki nima? Buning jarayoni va yoki keyin yana bu to'g'ri xabarlar e'lon qilish mumkin. Men vatandoshlarımga shu vaqtda yana bu xabarlarni yetkazishim mumkin.